İyi. Assalomu alaykum. Ha bo'ldi-da endi, aza 3 kun endi. Dadasi. Nima dadasi? To'g'ri-da, aza 3 kun onam. O'chir ovozingni. Hozir meni ko'nglimga har xil gaplar sig'maydi. Ha onam, gap kattasini mana endi eshitasiz. Xo'sh. Endi bu uy-joy kimga qoladi? Ha? Dadasi? Nima dadasi? Bu uy 3 ta nabiram bilan kelinga tegishli uy. Boshqa hech kimga haqqi yo'q. Ya ona, mani 2 ta o'g'lim yetilib turibdi. Siz bo'lsa uy-joyni begonaga bermoqchisiz. Sen olaringni olib bo'lgansan, ortig'ini bilan olgansan. İyi. Bu uy endi ukangni uyi. Bu yetimvachangiz mendan ko'p narsa olgan. Dadasi, o'chir ovozingni. Agar bundan keyin yana yetim degan gapni og'zingdan chiqarsang, sendan asl rozi bo'lmayman. O'sha kuni shu gapni eshitib bolam yugurib chiqib ketgancha qaytib kelgani yo'q. Oyijon, bizdan xavotir olmang. Ota-onam qaytib kelinglar deyishyapti. Yo'q, Men shu fikrga qo'shilaman-da. nimaga qo'shilasiz? Bu uy bularniki. Ovsinjon, hech ham bu haqda o'ylamang. Bu uy sizlarniki. Hey, sen o'chir. Oyijon, hayotimni farzandlarimga bag'ishlayman. Erkin akam ushalmay qolgan orzularini amalga oshiraman. Endi ular uchun yashayman. Qolaversa, bu ahvolda sizni ham tashlab ketolmayman. Rahmat bolam. Katta rahmat. Bundan keyin mana shu uy-joylar sizniki. İyi. Meni chirog'imni yoqib o'tirarsiz degan umid. Ya ona. Mana shu o'z bolangiz qolib, mana shu begonaga beraverinchi oxirida nima bo'lardi? Bo'ldi qiling. O'chir ovozingni. O'zicha bekorga aytishmagan. Yetim qo'zi asragan, og'zi burning moy bo'lur. Yetim bola boqsang, og'zi burning qon bo'lur deb. Ha shu yetimlaringizga qilavering. O'zingizni bolangizni ko'ramiz shunaqa. Aka,